Ertalab tushdi-yu. O'zi ham charchadimi? Chiqaychi. Ana yo'qchilar meni. Yo, nimasi bu? Yomma-yo. Hozir borib ko'raychi. Nima aytdi? O'rgimchalar yo'qdi. Yo'q. Yetkilim. Yo, nimasi bu? Yomma-yo. Uzun market bu. Reklama qilganda qani kiraychi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bu yerda uzun market ochildimi? Ha, yangi uzun market ochildi. Xohlagan buyimingizni zakaz qilishingiz mumkin. Xo'sh. Bloklar, kiyimlar, aslahalar. Men aytsam, aslaha zakaz qilaman. Qanaqa? Temirligidan. Yana nima? Keyin blok. Blok bilan ovqat. Oziq-ovqat nima? Oziq-ovqat zakaz qilasiz? Xo'sh, menga yozg'on sabzi kerak edi. Sabzi, okey. Bo'ldi. Oltin-a? Nima? Oltin yo'q. To'xtang. Sizga men pochta orqali parol jo'nataman. Ana bu yerda bizning uzun market pochtamiz bor. Bo'ldi. O'sha yerga pochtadan sizga parol jo'nataman. Va keyin Narsa olib boraman. siz uni parolni menga olib kelasiz, men narsalaringizni beraman. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, men Bo'ldi, uzun siz market boravering. bor. Xo'p, mayli. Sizga aslahalar va narsalar. Yo, do'stlar. Hozir do'stlar, o'qib turing. Mana do'stlar, kelib oldim. Mana shu ekan. O'sh bilan boramanmi? Mana. Jo'natib olaman qanaqani? Bizga berib yuboradi. Zo'rligini oldi do'stlar. O'ziga mol, вообще zo'r. Hozir bordi-yu. Borgan. Hozir boradi. Qas keladi sizlar. Pulimiz bor. Necha pul tur ekan hozir hisoblaymiz bu yerdan. Bu yerdan cho'k, bu yerdan hisoblasak, birta uzun yesi kerak shunchasiga. Hozir keladi. Yesin ekan. Ana, yo'q, tezligini qaraylik do'stlar. Yo'q, ketib qol. Yo'q, ketib qoldi. Hammasiga cho'chqa aybdor. Bu yoqqa cho'chqa bo'lmay o'lgur. Yaramas. Hozir keladi do'stlar, ko'rib turasizlar. Ana, keldi. Ana. Bor ekan. Qani, parolni aytchi. Shoniki do'stlar ko'ryapsan oq rangda. 5 raqam. Bo'ldi, topdim. Hozir berishim kerak shuni. Yo'q, tushib ketaydi, nima? Hozir boryapman. O'xshay to'xta, men boshini tutibdi. Mana shu aytib qo'yib. Assalomu alaykum, kirsin maylimi? Salom, hurmatli mijoz. Mana, olib keldim parolni. Mana tashiyman. 5 raqam. Mana. To'g'rimi? To'g'ri. Nima zakaz qilganingiz? Aslaha. Ismingiz? Ha, mana tutgan zakazim. Yo, mana. Avval xaridni pulni to'lamaysizmi? Nech pul bo'ldi? Hozir sizdan 10 ta izumrud. 10 tami. Ko'rgan do'stlar, uzun marketga ishoninglar, arzon narxda, tez narxda jo'natadi sizlarga. 10 ta izumrud atiga. Rahmat sizga. Oz qonun so'raylik. Ana, rahmat. Yana zakaz qilib kelsam bo'ladimi? Kerak narsa kerak. Blok kerak edi. Ha. Uy qurmoqchi edim. Hop. Daraxt tosh bormi? Bor, hammasi bor. Yaxshi. Nech pul bo'ladi shunda? Pulni 10 to'lab ta izumrud. Bizda hozirchilik chegirmami? qolmabdi. Daraxt bo'ligi maydalangan-ya? Ha, maydalangan. Ha, 10 ta izumrud chegirma. 10 ta. Yaxshi, rahmat. Ana, tashib qo'ydim. 20 ta ekan-ku. Ana boyagi 10 ta, yana bitta 10 ta. Ha, yana. Shunda 20 ta bo'ladi. Do'stlar. Hozir kelib olsam. Xo'sh, ana do'stlar, zakazam berdik. Endi esa uyimizga boramiz. Mana do'stlar, uyimizga qaraylik. Kichkinajon. Buni ham kreditga olganman o'zim. Qimmat pul ketgan. Mana market tusham. Yo'q, hali emas. Look, bitga mana pulim bor. Menga pochtadan jo'natib yuboring. Yo'q, o'zim pochta jo'nataman hozir. Xo'p, yana pochtadan joyiga borishimiz kerak hozir. Vaqt qani soat ko'raychi. Xo'sh, qarasak 11 bo'libdi. Hozir 5 daqiqa keladi. Mana bo'lgan. Jo'natib hozir. Ana. Bo'ldi, jo'natib oldik. Okay. Tugmajon chop qilsak, hop, ana bo'ldi. Hozir keladi. Qani. 10 ga sanima kelib qoladi. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 va 10 qaranglar do'stlar, hozir kelgan. Obuna bo'lasizlarga kelgan hisob. Ana, ko'ringlar do'stlar, kelganda bu. Ye. İçinde yo'q. Bu boshqaniki ekan. Jo'natib oldik. O'zimizga kelib qoladi. To'xtinglar, bir uyimizga borib kelik. Ta'mirlash ishlaridan og'ib ketdi. Shmay to'g'rilashimiz kerak edi. Pochta yubordim. Yuboribdi. Xabar keldi. Xo'p. Ketdi. Ikkita bo'lib Pochtani kimdir olibdi, qaytib keldi pochta. Ha, mana bor. Narigi pochtani olib tashlang. Xalaqit beryapti. Okey. Yo'q, ketib qoldi. Ya, mana ekan. Bo'ldi, o'zimizga ketdi. Yo'q, xudoyim. Ana oldim. Bo'ldi. Yo'q, u sizniki emas. Bo'ldi. Endi do'stlar, bu boshqaniki ekan, aralashib ketibdi. Voy, bu. Ne u qo'yildi? Zo'rsinlar ekan do'stlar. Qotib qoldi. Ketdi pochta. Yo'q, qotib qoldi. Soat ketib olaman. Shifta yomg'ir yog'ardi. Mayli, nima deymiz, ketdimi? Parol. Hop, 5. Yana 5 tushibdi. Omad qaranglar do'stlar. Go'shimiz bor edi. Yam pishmagan go'sht. Qo'ymayapti-da, yomon. Assalomu alaykum. Parol olib kelganda. Ochar. Taxtachaga yozing. 5. Nima aytganmi? To'g'ri, mana. Yo'q, bo'ldi, mana bu yerdan oling. Oho. Gazon bilan ana. Loy ham qo'shimcha ekan. Vau. Loy emas, bu gazon. Nech pul bo'ladi? To'lagandan bo'ldi. Rahmat. To'xtang, ovqat oling. Ovqatingiz bormi? Nima? Mana bu yerda zakaz qilsangiz bo'ladi. Ovqat nima kerak? Shmay. Tovuqli sho'rva bor. Har xil pecheni, sabzilar bor. Pecheni? Bitta pecheni. Sho'rva. Sabzi zo'r ekan. Diamot qilib ichim. Ana tushdi pastga. Ana tushdi orqasiga qarang. Ana yer yotibdi o'sha. Bering. Siz yana pul to'lashingiz kerak, diamond qilish uchun. Nech pul? Yana 10. Yo'q, yana 5 deymiz. Hop. Ana qilchoqli pecheni. Sabzi ham bor. Sho'rva. Vau, rahmat. Kattakon rahmat sizga. Ketdingiz, to'xtinglar, zo'rni saqlaman. Yana qo'ysak, o'tirib dikkinch. Hop, ketamiz. Hop. Ana. Yetildi. Ana, yo'q. Ey xudoyim. Bo'ldi, sizga kechirib. O'sha uyimga ketay. Yomg'ir ham yog'ardi o'zim. Shalabon bo'lib ketdim hammayam. Uyimga keldim. Issiqqina sovuq kelyapti-da. Tushib ketdim uyga. Hozir. Bu turishi edi. Bitta bo'lsa, men turadi. Versagimiz bor. O'ni ekan versak. Hop, ana oldim. Minutda keyin naloncha. Bo'ldi. Mashinadan chiqamizmi? Maydan ekan. Sizlarda Fayzbek degan odam yo'qmi? Fayzbek odam yo'q, ko'rmaganman. Zakaz qilgandi, negadir do'stmasini olib ketmayapti. Fayzbek ismini o'zgartiramiz. Okey. Qancha narsamiz bor do'stlar? Sho'rva ichik bir bugun. Ovqat sho'rvada bugun. Talonchani olamiz. Hop. Osh qo'ydik ana. Bugun ovqat ichib oldik sho'rvani. Tashlaymiz hozir. Hop, ana tashlaylik. Nyam. Yevorikchi. Mazza. Qornimiz ham to'ydi. Hozir uxlab olikchi do'stlar. Do'stlar, uyg'onib ketdim. Kechqurun ishlayman. Bitta shu savol bor-da, ishga o'tirsa. Kecha soat 10 bo'ldi. 10 gacha ishlayman. Soat 4 deylar. 10 bo'lganda. Hop. Ana. Yorug'ligini qarang. Assalomu alaykum. Hali ishlaysiz 10 gacha? Biz 24 ishlaymiz. 20 ertalabgacha ishlaymiz. Mayli do'stlar.
Sizlarga tavsiya qilaman. Qarichi shu uzun marketga Qor kelaveringlar. yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, olov bo'ladimi? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Dunyo portlaydi, biz ishlayveramiz. 24 soat ishlayveradilar. Shuning uchun kelinglar. Uzun marketdan olinglar. Chegirmalari ham bor, arzon narxlarda ham bor. Qisqalarimiz bor. 50%, Ko'ryapsizlarmi do'stlar? 70% chegirmalarimiz ham bor. Hozirroq telefonga Masalan, olinglar. hozir men sizga chegirma qilib beraman shu diamond qilishni. Nechta yuzimlik? Atigi 3 ta yuzimlik. Sizga hozir Asl narxi 7 tada, hozir 3 ta qilib beradi. Yarim narxidan sal yarim. ham ko'p. Ko'ryapsizmi do'stlar? Ko'ryapsizmi do'stlar? Hozir telefon olinglar, Play Marketga kiringlar. Uzun market deysizlar, shu bilan chiqadi. Shuni skachat qilasizlar va yozasizlar. O'tkazinglar va narxlar chegirmasi ham bor. Arzon narxlardan. Bo'lmasam qilinglar shu ishni. Hozir bizga aytdilar, shu narx deyaptilar. Bo'pti, rahmat. Men uyga boray, xo'pmi? Xo'p. Xo'sh, do'stlar. Bu qismi tugatdi. Xo'pmi? To'g'ri aytyapsizmi, magazinchi? Ha. Keyingi qismga chiqish uchun obuna kelinglar. Obuna shu mana shu videoda 30 obunachi kelsa yo 15 ta like kelsa, kommentar yozinglar, ikkinchi qism chiqsin deb. Shunda chiqaramiz. Va keyingi qismida biz magazinda shopping qilamiz. Bo'lmasa obuna bo'linglar, like bosinglar. Bo'lmasa biz sizlar bilan xayrlashamiz.